Atışlar to'xtagandan keyin uyga kelib asr namozini o'qib o'tirsam, eshiklar javob edi bardig'i. Keyin Tojikning soldat baldari kirib keldi. 5-6 ta bola. Kirib kelib meni qarmadidan qo'llarimni baylab, o'zimni baylab koridorga olib chiqib, boshqa bir komnatani menen gurgut bormi deb so'radi. Gurgut yo'q desam, zajgalka olar ekan. Uy katta uyga kirib, to'rt yoqqa o'tib, ko'rpachalarni kuygizdi birinchi. Keyin pastchaqda tush kuyiz bor edi. Tush kuyizni kuygizdidan ana men olib chiqdi ko'chaga. Ko'chaga olib chiqib, qo'nishimdan uyning oldida vagon bor edi, temirdan, vagonchik. Shu yerga olib kirib kirgizib, o'tir deb avtomatdan orqasidan urdi. Urganda men qulog'imni ikki bo'lib tishadi. Mana shundayga urdi, shundayga kiyib o'tib ketdi. Hozir tigib qo'ygan qulog'imda. Bir yarim soatning ichida uy kuyishni boshladi-da. Shipirlar уже atila boshladi. O'sha taq jolimlar chiqib, keyin birozdan keyin dag'am birovini tutib keldi. Shu uyning egasining ikalarini ekkovini tutib keldi. Keyin jezdasini 3-5 odamni tutdi-da shu yerda bizda 5 odamni qarmadi. Keyin o'tirsak bir mashin keldi. Biz vagonda o'zda bilmaysiz qanday. Bir mashin keldi, shunday burilgan vaqtda mashinni otdi avtomat bilan. Mashinni bilan otdi. Mandan keyin keyin soldat bolalar kirdidan bizni turg'ula dedidan turg'izib, bardığımızı sim bilan bayladi. Usakovaltning ilinan simi bo'ladi-ku. Многожильный alimensimlar. Shon bilan javob qilib, qator qilib tizib bayladi. 5 bayladi. Baylab turib eshikka chiqdi. Eshikka baqirvasga uyindaga bizga dedi. Daminglar chiqsangiz o'ltiramiz dedi. Biz hozir sizlarni olib boramiz dedidan, sizlar o'zingizlarni militsionerga topshiramiz dedi. Ana shunda chiqsam, men uyim kuyib bitib turibdi. Qo'nishimni qo'yib o'tibdir. Og'ilim ham kuyib otgan ekan. Ana shu og'ilimning jonidan o'tib ketdik. Olik tojik bolalar bizni qurshab olgan. Qurshab olib, shuning anan yemaga qarab, o'zlarining zastavasiga qarab, ildiga qarab olib tushib ketdi. Shu yerdan tushib o'tib borib, shu zastavaga olib kirdi. Zastavaga kirib o'tirg'ila dedi. Ana shu yerda bir yarim soat, 1 soat o'tirg'izib qo'ydi. Turayaq desak turg'iza qo'yib, qo'lni chesh desak chechmaydi. Keyin bir mashina keldi. Mashina kelgandan keyin bardığımızın ko'zimizni bayladi. Ana mashinaga chiqardidan bir yerga olib borib doпрос qildi bizni. Doпрос qildidan dag'im mashinaga chiqarib ana shuni meni olib ketdi. Militsiyaxonaga borgan, Gafirovga olib borgan ekan. To'pasi dedi. Keyin bir duvalga bir balani qo'shdi ondan keyin. 6 duvalga turg'izib olib tong atqicha savoladi. Tayoq bilan savoladi. Tayoqlar bilan tepdi, savoladi, vurdi. Shu borganimizdan tong atqicha bizga dam bergan yo'q-da. 1 minut ham dam bergan yo'q. To'lqa urib turdi. Tong atgandan ham to'xtatdi urishdi. Ondan keyin ertasi kuni 3 balani tutib bordi. Bizning ayol boshchimizni tutib bordi. Maqsaddan biri tutib bordi, orqadan biri tutib bordi. Subota kuni dan bir kishini tutib bordi. 10 odamni tutib bordi. 10 odam plenda bo'ldik-da biz. Ko'chada yotdik. Yotganda ham ko'chada yotdik biz. Asfaltda yotdik. 3 kun, 2 kun asfaltda yotdik. Bir komnataga birinchi yo'l kirgan yo'qmiz, komnataga kirgan yo'q. Oxiri kuni ertamen tong atganda komandirlar kelib, bularni nega betga o'tiradigan, bularni podvalga kirdi, podvalga kirib 3 soat podvalda yotdik. Shunda gana iliqda yotdik. Qonida to'lqa ana shu ko'chada yotdik, sovuqda. Soldatlar voyenniy kiyimida anan avtomatlari bor edi. Anan minomet deb qo'yamanda, turbaga o'xshagan narsasi. Bitta shunday bor edi. Minomet deb qo'ying, ne deb qo'ydi uni? Turbaga o'xshamda, kichkina narsa. Bitta shunday bor edi, qonida bardig'i avtomat bor edi. Yo'q, гражданский yo'q ular, bardig'i voyenniy formada edi. Menen so'ragani sen shu so'g'ishni uyushtirgan sensen. Sen avtomat ko'tarib yugurib yurgansan. Tojiklarda otqilar, mana bunday qilib, bunday qilib deb yugurib yurgansan deb meni ko'p emas qildi-da.